bitta o'rtoq bir kun kelib mana shunaqa yangi Mercedes-Benz E300 olgan edi. Bismillah deb eshikni ochib, salaparli salonga bitta o'tirib, bundoq qarab, shunchalik qilgan mehnatinglar-yu hammasi qiyinchiliklar o'tib ketgandan keyin alhamdulillah deyish nasib qilsin. Shu videoni eng yaqin o'rtog'ingizga yuboring, bittasi senga, bittasi menga nasib qilsin deb. Mercedes-Benz E300 formatik avtomobili ikkalasi ham sotuvda mavjud. Qora rangda, pnevmopodveska, mana bunaqa выдвижной ruchkalarda. Mashina absolyutno yangi, 2025-yil. Mana bunaqa ikkitali panoramalik, qora patolog, mana bunaqa jigarrang perforatsiyali kojniy salon, akustika burmister. Birinchi qatorini ko'rsataman. Ko'rasizlar, salafanda yangi turibdi, hidlari ham kelib turibdi. Mana bu duplarini qaranglar. Yangicha rullada, head-up displeylargacha bor. Ikkalasi ham absolyutno yangi mashina, 2 litrli motorda. Narxi keladigan bo'lsa, $117 ming. Pastdagi raqamlarga telefon qilib kelsanglar, yana ozgina o't beradigan joyi bor.